Yevropaning o'xshash bo'lmagan davlatlarida yashayotgan yuzlagan Uyg'ur va Tibet Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosining oldida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq tajovuzchiliklari muzokara qilinadigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 42-navbatdagi yig'ini davom qilayotgan paytda Janva Xitoyga qarshi namoyishlarga sahna bo'ldi. Taratqularning diqqatini tortgan namoyishda Sharq Turkiston va Tibetga mustaqillik, Uyg'urlarga qarshi qirg'inchilik to'xtatilsin, yashasin Sharq Turkiston degandek shiorlar to'landi. Sibiriya armiyasiga qurolliq odamsiz aeroplan setib bergandan keyin oldingi kuni Xitoy soqchilari Sibiriyaning poytaxti Belgradda Xitoy sayohatchilariga yordam berish uchun chorlashga qatnashdi. Beyjingning Balqon yarim orolidagi ta'sirining eshishi G'arbdagi ittifoqdoshlarining andisini qo'zg'amoqda. Xitoyning Xebey o'lkasidan kelgan soqchilar Xitoy sayohatchilar va bir balvoq bir yo'l qurilishi doirasida bu davlatga kelgan ishchilarga yordam berish uchun Belgrad ko'chalarida chorlashga qatnashdi. Tunji kundagi chorlash uchun ko'zlagan murosimda so'z qilgan Sibiriya ichki ishlar ministri Stefanovich bu yil Xitoy sayohatchilari sonining 40% eshishini mo'ljallayotganligini tilga olib, bu harakatning ahamiyatini ta'kidladi. Shuning bilan birga Novi Sad va Semidro shaharlarida pat yaqinda o'rtaq chorlash boshlanganligini uqtirdi. Misrda xalq yana ko'chalarga chiqdi. Misrda chiriklanish bilan ayblangan harbiy o'zgarish bilan taxtga chiqqan Sisiga qarshi namoyish chaqirig'i qilingandan keyin xalq Qohiradagi Tahrir maydoniga yig'ilib namoyish boshladi. Soqchilarning namoyishchilarni qo'lga olish bilan birga atrofdagi do'konlarni taqo'ziyotganligi ma'lum. Namoyishlarni tashkillagan Muhammad Ali silliq uchurlarni yo'llab, buning tunji qadam ekanligini davomli qilinganligi bildirildi. U mudofaa ministrligini chaqiriq qilib, Sisini qo'lga olinglar dedi. Onun bu chaqirig'i armiyada Sisiga qarshi kuchlar bor ekanligi haqidagi qarashlarni kuchaytirdi. Amerika Iran Davlatlik bankasini embargo tizimligiga kirgizdi. Prezident Donald Trump harbiy tanlash haqida Amerikaning har vaqt tayyorlik ichida ekanligini aytdi. Trump Iranning amaliyotda besh pulsiz ekanligini tilga oldi va aslida masalani hal qilish oson, qilishga tegishli bo'lgan birdan-bir ish terrorlikdan yo'lini ayirish dedi. İran Merkezi Bankasının başlığı Abdunasir Himmati Amerikaning yangi e'lon qilgan embargo tizimligi haqida Merkezi Bankaga yangidan embargo yurgizishi Amerikaning Ironga besim tushirish masalasida qo'lining quruq ekanligini ko'rsatdi dedi. Rossiya, Xitoy va Hindiston qatorliq kuchli armiyasi bor bo'lgan davlatlar qatnashgan markaz 2019 nomli harbiy manevrda Iskandar M nomli ballistik boshqariladigan bomba ishlatildi. Yuqori harakat va manevr iqtidoriga ega bo'lgan Iskandar M nomli boshqariladigan bombalar faqat 20 minut ichida ishlatishga tayyor holatga keladi. Musofasi 500 kilometr bo'lgan bu sistema Amerika bilan Sovet ittifoqi orasida 1987 yili imzolangan o'rta manzilli yadro qurollari kelishimidan keyin ishlatilishdan to'xtatilgan OKA, OTR 23 sistemalarining o'rnini olgan edi.